Men ismim Nozima. Farzandim 2 yil bo'ldi. Shu Britaniya o'quv markaziga berganimga. Bu yerga berishimdan o'zi maqsad ingliz tilini mukammal o'rganishi, kelajakda shu ingliz tili bo'yicha yutuqlarga erishish uchun. Bu yerga berishimdan oldin ingliz tilida shu maktab darsligi bo'yicha bilardi. Yana bu yerda yoqqan tarafi bizaga bu rus maktabga boradi o'g'lim. Bizaga shu rus tilida ingliz tilini o'rgatish bizaga kerak edi, muhim edi. Shuning uchun bu yerga berganmiz. Bu yerda darslar biz shu rus gruppasiga berdik. Ingliz tili, rus tilida ham rus tilini mukammal o'rganib boryapti, ham ingliz tilini baravar o'rganib boryapti. Bizga shu tarafi juda yoqdi. Kinolar bilan, multfilmlar bilan o'zini yoshiga qarab, o'yinlar bilan olib borishdi, qiziqtirishi juda anaqa bo'ldi. Boshqa anaqaga berganimizda bunaqa sal zerikib ham qoldi. Bu yerga o'zi intilyapti kelishga, o'zida ancha mas'uliyatli bo'ldi darslarni qilishga, o'zi harakat qilyapti-da, qiziqib kelishga. Bizda o'g'limizda yaxshi nimalar ko'rganimiz uchun boshqa ota-onalarga ham tavsiya qilaman.